Agar Ronaldoning jahlini chiqarsangiz, mana nima bo'ladi? Bilasizmi? 2007-yil FIFA yilning eng yaxshilarini taqdirlash marosimida noqulay vaziyat yuz beradi. Sahnaga chiqqan Cristiano adashib, ikkinchi o'rin uchun mo'ljallangan Lionel Messiga tegishli sovrinni olib qo'yadi. Xodimlar tezda xatoni payqab, mukofotlarni almashtirishni so'rashadi. Go'yoki bu oddiy holatdek, ammo o'sha paytdagi bir jumla hammasini o'zgartiradi. Sen harakat qilding, lekin loyiq emassan. Buni Ronaldo o'zining ustidan ochiq kulish deb qabul qiladi va bu Cristianoga yoqmaydi. Endi u ushbu mukofotni qo'lga kiritish uchun o'z ustida yanada qattiqroq ishlay boshlaydi. Oradan 1 yil o'tib esa futbol olami butunlay boshqa Ronaldoni ko'radi. 2008-yil uning faoliyatidagi eng buyuk mavsum. Dunyoning eng yaxshi futbolchisi, oltin to'p, oltin butsa, barcha turnirlarning eng yaxshi to'purari. FIFA talqiniga ko'ra, yilning eng chiroyli goli muallifi, Manchester United bilan Chempionlar Ligasi, Premier Liga, klublar o'rtasidagi jahon chempionati, ya'nida 1 yil ichida yutish mumkin bo'lgan hamma sovrinlar va u yana FIFA marosimiga qaytadi. Bu safar esa hech qanday adashish yo'q edi. Mukofotni ishonch bilan qo'lga oladi. Endi u haqiqatan ham unga loyiq edi. Bu bilan Ronaldo FIFA va uning xodimlaridan o'z qasosini olgan edi. Oldin uni kamsitishdi. 1 yil o'tib esa ularning o'zini jim qoldirdi.